saatini to'g'rilatma. Bugun maktabda o'rgangan to'q. Quyosh soat? Ha. Bu bilak godamin deyildi. Biz uning uchini o'zimizga tunishganlikka to'g'rilab, ondan uni shimolga qartib qo'ysaqli bo'ladi. Shu chaqda shimoldan hisoblaganda 6 gradus g'arbni ko'rsatdi. Endi vaqt qarab boqaylik. Qara, soat dal 3 bo'pti. Sizga yuqori bo'lgan yangi ulug'cha ovoz vaqt nimish o'xshamaydi. Qiziq ish. Va tushirmoqchi bo'lsangiz, film Qumar Suzuk film Xatolik yo'q. Men butunlay muallimning degini bo'yicha qilgan tursam. Jura, menda so'rab boqaylik. Yaxshimisizlar? Vaqt nimishga o'xshashmaydi. Buning sababi biz odatda o'lchamlik vaqtni qo'llanamiz. O quyosh soatining vaqtiga o'xshamaydi. Amisa, boyiq usulimda xatolik yo'q-kanda. Shundaq, quyosh soatda ko'rsatilgan vaqtda xatolik yo'q, ammo odatda ishlatilgan o'lchamlik vaqt bilan quyosh soatda ko'rsatilgan vaqtning o'rtasida muayyan farq bo'lg'achqa, vaqtni o'lchash uchun uning ma'lum vaqtni qo'shishga to'g'ri keladi. Ha, mundaqda. Mening soat daqiq ishlarni ko'proq bilgim bor. Undaqda sizlar bilamsizlar, nima uchun kishilarning soatga ehtiyoji tushadi? Bilmaymiz. Bu haqda uzun so'zlashga to'g'ri keladi. Soat haqida hikoya. Menimcha g'arbiy taqib bag'rimiz tuzuk. Ya sharq taqib boraylik. G'arbiy taqib boraylik. O'g'liqda nas qomidi. Voy voy. Taqib boraylik. Aytib Taqib boraylik. O'g'il chiqmoqchi to'q qayaga basaq yaxshiroq deb shuni tolishyapmiz. G'arb tarafga bag'rimiz yaxshi. Sharq tog'da o'g'liqda nas qomidi. G'arbiy taq bek jiroq. Sabal vaqtigacha qaytib kelarlandiq, ha? Mundaq ketganda, g'arb taqib bag'li qanchalik vaqt ketadiganligini bilmagachga talash-tartib qilib ketgansizlar-da. Kun oviyaga borganda aqimiz yansaqli bo'ldi. Oviya deganing nima? Osmonda ya bir belgi bo'lmasa, sen uyani qandoq topsan, uning ustiga kuniga qarsa ko'zi chiqibsa. Allah, baramaydigan bo'ldik. Kech kirib qapti emasmi? Endi amal yo'q. Kirib yotaylik. Bo'ladi. Xo'p. Chapaq ish bo'ldi. Bugun shunaqa qildi. Bugungi masala shunaqa bo'ldimi? Ha, shunaqa qilsin. Ma'qul. Nima degan jiqa? Nimalarning uruqlari bu? To'liq gapsizlik qilma. Odamni qo'yimiz eritding-ku. Kechiring. Sizlar buncha istaylik bilan nimani muzokaralashyapsizlar? Uruq silish vaqtini muzokaralashyapmiz. Men uruq sasak bo'ladi deyapman. Terilgan vaqtini to'g'ri egallashga haqiqatan tez. Baldir bo'lib ketsin bo'lmaydi. Kechikib ketsin bo'lmaydi. Ondan bu uruqlarni terib bo'lish uchun qanchalik vaqt ketadiganligini uqul bo'lmayotdi. Ha, aslida bu vaqtga munosabat emas-kanda. Shu emasmi? Vaqt degan intayin muhim. Shunga qadimqilar quyoshning o'rniga qarab vaqtni qiyosan bekitgan. Keyin dehqonchilik va ovchilik kunsiri taraqqiy qilgan. Kishilar vaqt o'zgarishining ziroatlarni o'rib bilish va ov qilishda bekmi muhim ekanligini bag'an siri tushungan. Ondan kishilar yozda kunning eng uzun, qishda eng qisqa bo'lganligini hamda atiyas va kuzda kun bilan tunning tanglashadiganligini to'g'ri bayqay olgan. Bu Angliyadagi Sitoy shahrining o'rni. Bu yerda quyosh bilan oyning bir yil ichidagi o'xshash bo'lmagan o'rni xotirlangan. Buni qadimiy kalendar yoki kishilar vaqtni hisoblashda ishlatgan soat deyishga bo'ladi. Shu chaqda odamlar bek aqlli ekanda, men qaramayim, kech bilan kunduzning uzunligi nima uchun pastga qarab o'zgarib turadi? Buni aytadi. Nima uchun? Chunki qaranglar, men degan quyosh umoq ekanman. Men dunyodagi har qanday joyni yorita olmayman. Bu yer shari, yo'riq turgan joy kunduz, qorong'i turgan joy kecha. bularni bizim bilimiz. Shundaqmi? Undaqda yer sharining o'zi atrofida aylanadiganligini bilamsizlar? Albatta bilimiz. Yer shari o'zi atrofida aylandi. Shundaqla quyosh atrofida aylandi. Shundaqmi? Ha, birdan tursan qandaq? To'g'ri aytdingiz. Shundaq bo'ladi. Ammo yer shari bilan quyoshning o'rtasidagi orliq har vaqt o'xshash bo'lavermaydi. Shunga yer sharidan qaraganda quyoshning qiyosiy tekislikdagi yetkilish sur'ati pastligiga qarab o'zgarib turadi.
Quyoshga eng yaqin nuqtada quyoshning qiyosiy tekshilikdagi yetkilish sur'ati tez. Eng yiroq nuqtada bo'lsa, aksicha asta bo'ladi. Oy, siz nimishqa qalgancha to'xtab qolsiz? Ekvatorga nisbatan aytganda yer shari 23 gradus 27 minut yantoqlikda bo'ladi. Shunga yer shari bilan quyoshning orlig'i o'zgarib turadi. Buning bilan faslning almashishiga ergishib, tun bilan kunning uzunligini o'xshash bo'lmaydi. Mushundaq farq bo'lg'achqa, bir yilda yaz, kuz, qishdan iborat 4 fasl bo'ladi. Terilg'u vaqti, o'mi vaqti deganlarmi mushuning ishida. Hey, bu ikki quyosh soatining zoti qaysi to'g'ri? Her ikilisi to'g'ri. Ha? Nima uchun? Buning birisi qishda, birisi yozda ishlatiladi. Qadimgi Babiloniyaliklar kun chiqqandan tortib qiyom vaqtigacha bo'lgan orliqni 6 bo'lakka, qiyom vaqtidan kun o'rtog'icha bo'lgan orliqni yana 6 bo'lakka, jami 12 bo'lakka bo'lgan. Ammo yoz bilan qish vaqtidagi kunduzning uzunligi o'xshash bo'lmaydi-da. Ha, quyosh soatining ishgalisi shunga o'xshamaydi ekanda? Ha, qadimqilar shunga yozgi bir xil, qishki bir xil quyosh soati yasagan. Bugungi kunda har bir faslning orlig'ida 1 soat farq bo'ldi degan gap nihoyatda kulkilik tuyuldi. Keyin quyosh soati yaxshilanib vaqt borgan sari to'g'ri xatlanadigan bo'lgan. Uning ba'zilarini atmingishga, ba'zilarini istirilkisini almashtirishga bo'ladi. Shunga ishlatishga nihoyatda aplik edi. Ba'zilari nihoyatda nafs ishlangan bo'lib, hatto vaqtni oymay to'g'ri ifodalab bera oladi. Voy, bu mening yasig'inimga butunlay o'xshaydi ekan, ha? To'g'ri. Qadamini kenglikka to'g'rilab, andin uni shimol tarafga qaratib qo'ysak, vaqtni to'g'ri ko'rsatadi. Endi shu soatni tunishtiray. Voyjon! Nimish bu? Xopim bana. Ha, aslida ko'kis mevasini mushundaq ishlatadi ekanda. Ha, ko'kis mevasining post so'qtashqanda cho'kib ketadi. Ha, dada. Buningda ovoz orqali vaqt ma'lum qilindi-ku deymi? Qayta boshlaydi. Bu tosim ovarchilikka. Ammo shu soat quyoshning orlig'i bilan munosabatsiz. Uning o'zining muayyan eqish surati bo'ladi. Uni hozirgi zamon soatining boshlanishi deyishga bo'ladi. Qaranglar, shu soat degan mana shu. Bu qadimgi Misrning shu soati. Bu Jungoning shu soati nima degan akchil? Biroq hammaga papizgili keladi-da. Hey, bu neymiş endi? Ediştik su azaygan sır onun ekstriti astlaydı. Bundaqda vaqtni to'g'ri hisoblag'li bo'lmaydi. Durus, edishni 3 qilayli. Men amal topdim. Edishdan yana birini qo'shayli. Bu kishi nima degan aqlliq? Mana bu qadimgi Yunan ayni vaqtda sotda so'roq vaqtida vaqt shu soati orqali hisoblanadi. Qani anglab boqaychi, sotchi bilan odamlar nima bilan da'vat ekan? So'roq vaqti eshib ketdi. Suv quyayli. Vaqt eshib qanday qilsizlar? So'roq rasxodi vaqt bo'yicha hisoblanadi. Agar suv 330 litrni eshib ketsa, sot haqqimi ko'proq bo'ladi. Ha? Sot haqqimi vaqt qarab ilinanda? Nima degan beayb ish bu? Vaqtni hisoblashning intayin muhimligini mushnaqda ko'rgili bo'ladi. Bu qadimgi Yunondagi shamal munari. Uning ustiga quyosh soat bilan suv soat o'rnatilgan. Bu mashhur usta Shibos yasagan intayin to'g'ri suv soat. Hey, uning qanday aloyligi bor? Uning alaydligi yuqori bo'lgan Mana bu muayyan su yuzi. Egizligi bilan muayyan darajadagi suv aqimini saqlash rolini o'ynaydi. Shunga vaqt jihatdagi farqni aytasiz. Ecep qiziqkan. Voyjon, men ig'ir emas tursam. Bu qanday cho'kib ketadi? Mushundaq ajil usulni o'ylab topqiniga qaraganda odamlar mendan ko'p aqlliqka. Odam obdan o'ylansila, har qanday charni o'ylab topa oladi. Oyjon, men bek to'nglab ketdim. Nim bo'ldi? Sizlar meni masxara qilyapsizlar? Yo'q, sizni masxara qilmadik men. Yolg'on. Yolg'on aytmadik. Ranjimay, oxirini so'zlab bering, ha? Rasmi? Ma'qullansa, sizlarga so'zlab beray. Qisqasi, avval suv soat, andin qum soat maydonga keldi. Keyin mexanik soatmi kashf qilindi. Shuni
Şunun bilen vaqtni hisoblash usuli ilgirki turaqsizlikdan turaqli holatga o'tdi. Turaqli holat degan nima? Buni yeyish uchun gapni turaqsiz holatni tushuntirishdan boshlashga to'g'ri keladi. Kun chiqqandan tortib kun o'ltag'icha bo'lgan orliq o'xshash 12 bilakka bo'linib, kunduzgi vaqt 12 soat qilindi. Kun o'ltag'andan tortib kun chiqchi bo'lgan orliqni o'xshash 12 bilakka bo'linib, kechlik vaqt 12 soat qilindi. Mana bu turaqsiz holat deyildi. Uqdinglarmi? Uqdiq. Ammo fasl o'qishmag'achqa kunning chiqish va o'ldirish vaqtimi o'zgarib turadi. Uning vaqtini hisoblash nihoyat tez. Kecha yoki kunduz demay bir kun 24 soatga bo'linsa, u turaqli holat bo'ladiganda? To'g'ri. Turaqli holatda har bir soat vaqtning uzun qisqaligi o'xshash bo'ladi. Eng dastlabki mexanik soat 13-asrda loyihalangan. U Italiyaning shimoliy va Germaniyaning janubida ishlangan. Mexanik soat qurilmasining qanday bo'lganligini bilamsizlar? Mana bu kishilar og'izdan tushamaydigan tavranmichoq. Mexanik soatga ishlatadigan zapchastlar. O tavranchaqni harakatlantiradigan ig'ir tosh. O tavranchaqning tavran harakatini aylan harakatiga aylantirdi. Ig'ir tosh mexanik soatning eng zo'r alayidligi. Shundaqla muhim zapchisi. Ondan siz o'ltagan bu narsa tavranchaq deyiladi. Bu vaqtni ko'rsatib beradigan qurilma. Bu suv soat maydonga kelgan chog'da bor edi. Ig'ir toshni yasamoq hammadan tez. Ko'rsatgili bo'ldigan bo'ldi. Lekin dastlabda ancha o'ngishli bo'lmadi. Ona chirkavdagi qo'ya soatiga to'g'rilganda bir kunda 30 necha minut farq qildi. Shuncha zo'r farq chiqdimi? Voy xudoyim, 30 necha minutdan. Shu o'choqlardagi soatlarga qisqa istirilka o'rnatib, uzun istirilka o'rnatmabdi ekanda. Shuda 30 necha minut farq qilsa, istirilka o'rnatganning foydasi yo'q-da. Bu ibodat vaqtini ma'lum qiladigan signallik soat. Uning ovozi xeli shiroqlarga anglandi. Keşte saat jaranglagan aman kishilar ibodat vaqti bo'lganligini biladi. Keyin soatlarda purjini harakatlantirgich kuch qilindi. Purjini ching'iganda u tangshug'ichning radiosi kichik tarafini tavirtadi. Purjini bo'shig'anda bo'lsa, tangshug'ichning radiosi cho'ng tarafini tavirtadi. Bundaq bo'lganda purjinning o'qni aylantirish kuchi turaqliq bo'ldi-da, tavirnishning davriy harakatimi turaqliq bo'ladi. Men sizlarga yana bir donglik hikoyani so'zlab beray. Bir qitim Galiley chiroqning tavrinayotganligini, ammo uning tavrinish sur'atining o'zgarmaganligini bayqagan. Bu Gollandiyaning mashhur fizika olimi Huygens. U Galileyning kashfiyotidan ilhomlanib, tavranmalik soatni yasashga kirishgan. Yana bir sinab baqay. Bo'lmadi. Ig'irroq bo'lsa, yaxshiroq bo'lamdi ekan. Yana yenik bo'lib qolgan o'xshaydi. Yana bo'lmadi. Bak ig'ir bo'lib ketsa, chiqishaqqa ta'sir yetkazdi. Boshqacha bir amal topsam bo'g'idek. Huygens keşif qilgan soatning tavranmasi taxminan 30 gradus atrofida tavranmasi bo'lmaydi. U yasagan soatning eng chong yetarsizligi shu edi. Shundaqdimi bu soatning vaqt farqi bir necha minutdan oshmaydi. Mana bu yaxshilangandan keyingi ig'ir tosh. U ig'irlik farqiga ega bo'lib, ig'irlikdagi farqliq tavrinishi tavranma chaqni aylantiradi. Ig'ir tosh farqi sal-pal tavransila, nihoyat osti tavranadigan mayatikni ishlatkil bo'ladi. Ilgirki soatlar qaraganda bu soat nihoyat to'g'ri mang'idi. Huygens yasagan soatidan rozi bo'lmadi. Shunga u soatni texnik mukammallashtirish uchun to'xtamay tirishdi. Avi nima? Qil. Buna bilan soatni tez mang'dirg'ilmi, osti mang'dirg'ilmi bo'ladi. Qilni dastlik mayatikning o'rnida tavranma chaqqa o'rnatsak, u ishg'ilganda stirilki tez mang'idi. Bo'shig'anda stirilki osti mang'idi. Bo'ldi bitdi. Endi farq oz bo'ldi. Bu ilgari ko'rilib boqmagan. Ammo kishilar nima uchun shu qadar to'g'ri vaqtga muhtoj bo'ladi? Chunki dengizda kemaning o'rnini mo'ljallash nihoyat tez. Shunga kema dengizda xiyim xatarga uchraydigan ishlar doim bo'lib turadi. Kishilar janub-shimol kenglik gradusini mo'ljallab, shimoliy qutb yulduzining bulung'ini bilib olsalar, soat to'g'ri bo'lmasa bo'laverdi.
Lekin navoda sharqiy va g'arbiy kenglik gradusini o'lcharlab, quyosh va yulduzlarning bulung'ini bilib olgan taqdirdimi, sekund o'lcham qilinadigan to'g'ri vaqtni bilmaganda, yana chataq chiqadi. Şuna dengizchilik taraqqiy topgan Angliya va Ispaniyada hukumat vaqtini to'g'ri ko'rsatib bera oladigan soatni kashf qilganlarni mukofotlagan. Nim? Bizni hajab qo'rqatdingiz, ammo soat qanday qilib joyini ko'rsatib beralaydi? Ha? Ras. Dengiz soatini meridian gradus 0 gradusga to'g'ri keladigan joyning vaqtiga, ya'ni Greenwich vaqtiga to'g'rilasak, undaqda ma'lum bir chaqda kun toza egiz o'rliganda dengiz soati tushdan keyingi soat 3 ni ko'rsatsa, 360 gradusning 24 dan 3 ga ko'paytmasi 45 gradus bo'ladi. Demak, yiliqi joy g'arbiy kenglik 45 gradus bo'ladi. Keyingi kishilar mexanik soatni uzluksiz yaxshiladi. 1859-yili Angliyalik Harrison Knight yaxshi dengiz soatini yasab chiqdi. Aytishlarga qaraganda, purjinlik bu soat 161 kunlik dengiz safarida faqat 15 sekundli farq qilgan. Endi men sizlarga Yaponiyaning Janhu davrini tunishtirib o'tay. Men sizlarga bir narsani ko'rsatay. Yaponiyada tunji soat 1551-yili maydonga kelgan. Shu chaqda Fransisko Zodir ismli bir din tarqatquchi yaponiyalik daminga bir soat taqdim qilgan. Lekin o chaqlarda Yaponiyada astronomiyalik ko'zitish ancha taraqqiy qilmag'achqa turaqsiz vaqt qo'llaniladi. Shu ishdan keyin xilma-xil soat maydonga keldi. Hatto ba'zilari nihoyatda nafis ishlandi. Ay, beshingni ko'tar. Aileleri beşini kötelevadıdı, anladın mı? Bekir'nin ismi Tenco Cucun, saat tükününün hocayını bilemen. Bu mangulik soatni rostsa yasagan mı? Suzukga yuqori bo'lgan Pekar yasagan. Haqiqatan obdan yasabsan. Gapim to'g'rimi Shantayfo? To'g'ri. Aileleri seni bu mengölik saatinin qanday işletildiğanlığını tepsili sözlep bedavadı. Buludu. Bana bunun ko'rsatilgani Yaponiya vaqti. Mavo g'arb mamlakatlarning vaqti, mavo kalendar. Men bu yerda mushu orqali kun bilan oyning o'rnini ko'rsatdim. Naati aniqkan, ishlatish kimaptikan. Shundoqmi Shantayfo? Shundoq. Begim sening bu mengölik soatingni yoqtirib qapti. Senga ko'p rahmat begim. Qandoq Shantayfo? Men mundaq o'ylayapman. Aliler, senin ko'ngillardagi-chi? Ben bu narsani bak yoqtirib qoldim. Ailelerinin saatini setib olg'isi bakin, ammo qimmat ko'ryotidu. Azarroq beramsa, ha? Aycan, bo'ldi qilinglar. Ras shundaq bir janobning bo'lgan-bo'lmaganligini qo'yib turib, mangulik soatga kelaylik. Bundaq mukammal soat oz uchraydi. Ammo buning bahosi bek yuqori bo'lg'achqa, kishilar uni osonlikcha setib olmaydi. Mana bu hozirgi zamon soat do'koni. Bu kvartslik qo'l soati. O kvartslik nafis buyumlarning qo'shilmasi yoki uzilma tok besimidan paydo bo'lgan turaqliq tavrinish orqali mangadi. Kvartslik tavratgish nihoyat kichik. Uning shakli kamertonga o'xshaydi. U kichikina vakuum metal qutiga bekitildi. U tok besimi ta'sir qilgan aman tavritishga boshlaydi. Mana bu bir xil soat. Bu pochta ministerligi va tok to'lqini tadqiqot o'rinida ishlatiladigan atom soat. Aytishlarga qaraganda u 300 ming yilda aron bir sekund farq qiladi ekan. Bu gapga ishonamsizlar? Qadimgi quyosh soatdan hozirgi soatgacha bo'lgan taraqqiyot nima degan zo'r-a? Hay, sizlar tushundinglarmi? Nurg'un yangi bilimlarni bilib oldik. Sizga ko'p rahmat men. Arzimaydi. Sizlar hozir dunyoda qo'llanayotgan Greenwich o'lchamlik vaqtning nima ekanligini bilamsizlar? Greenwich o'lchamlik vaqti? To'g'ri. Chunki yer shari kunda o'z o'qi atrofida bir qatim aylandi. Shunga o'xshash bir kun ichida ba'zi yerda kecha bo'lsa, ba'zi yerda kunduz bo'ladi. Mana bu dunyodagi har qaysi allarning vaqtining o'xshash bo'lmaydiganligini tushundiradi. Agar biz yer sharini 360 gradus deb hisoblab, uni 24 soatga bo'lsak, har bir soatga 15 gradusdan to'g'ri keladi. Shu orqali har qaysi joyning vaqtini hisoblab chiqishga bo'ladi. Texmi aniqroq qilib aytganda, Dongjing, Daban, Gingshi degan joylar Yaponiyada bo'lsa-mu, ammo ularning vaqti 27 minutdan farq qiladi. Shundaqmi? Bundaq hisoblashma avorchilik. Shunga Yaponiyada sharqiy meridian 135 gradusni, ya'ni Mingshining yerlik vaqtini o'lchamlik vaqt qiladi. Dunyoda meridian 0 gradusga joylashgan Greenwich vaqti o'lchamlik vaqt qilinadi. Bu dunyo vaqti deyiladi. Greenwich o'lchamlik vaqti degani
şuma? Shundaq. Ammo dunyoda atom soati maydonga kelgandan keyin kishilar quyoshning o'rni asos qilinib hisoblanadigan burunqi vaqt o'ttirisida nihoyat oz farq borligini bayqadi. Əmsə ilgirki vaqtmı to'g'ri emasmidi? Yo'q, undaq emas. Bu farq nihoyat oz. Shunga o kishilarning kundalik turmushiga qilchilik ta'sir yetkazmaydi. Lekin turgan o'rinni to'g'ri egallamasi bo'lmaydigan dengizchilar va fan tadqiqot bilan shug'ullanuvchilar uchun aytganda, texmi to'g'ri vaqtni bilishga to'g'ri keladi. Undaqda hozir amaliyot ikki xil vaqt ishlatilar ekanda. To'g'ri. 1972-yildan boshlab kishilar yangidan tepilgan vaqtni atom soatining o'lchamlik vaqt qilib bekitdi. Endi qanday qilamiz? Vaqt ikki xil bo'lib qoldi-ku. Ansiraman, kishilar bu ikki xil vaqtni o'zliksiz to'g'rilab ketyotdi. Shundaq bo'lganda farqmi bora-bora azayib boradi. Vaqtning farqi qachon uzil-kesil tugaydi? Buniga bir nima deyishdas. Kelgusida vaqtni texnik to'g'ri ifodalaydigan soat maydonga kelar. To'g'ri. Undaqda sizlar shu kunni kutinglar. Aplikasiyamiz qani? Ajab ham yaxshi. Aka, ne qotsa? Signal soatgan-ku. Vay, Tensun uyma. Men Tensun. Yaxshimisiz? Men chaqirdingizmi Tensun? Bu yoy bir kep ketding ha? Okey, hozirli boray. Ajab esli soatga. Jura. Indigan chiroyli. Aka!